Hammaga salom. Sizlar bilan Maydon 24 YouTube kanali va bizda birinchi video. Biz bugungi videoda futbol olamida ro'y bergan so'nggi transferlarni ko'rib chiqamiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Qani unda biz videomizni boshladik. Manchester United klubi yozgi transfer oynasida muhim bir bitimni amalga oshirdi. Klub Wolverhampton jamoasining iqtidorli hujumchisi Mateus Cunha bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer Unitedning hujum chizig'ini kuchaytirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu transfer narxi 62,5 million yevroni tashkil etadi. Yangi kelishuvga ko'ra braziliyalik futbolchi 2030-yilga qadar Qizil iblislar safida harakat qiladi. Cunha o'zining texnikasi, tezligi va gollarga bo'lgan ishtiyoqi bilan Premyer Ligada yorqin o'yin ko'rsatishi kutilmoqda. Premyer Ligadan uzoqlashmaymiz. Angliyaning Chelsea klubi yozgi transfer oynasida yana bir iste'dodli futbolchini o'z safiga qo'shib olish niyatida. London klubi hozirda Germaniyaning mashhur Borussia Dortmund jamoasi bilan 20 yoshli yosh winger Jami Gittens transferi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Ma'lumotga ko'ra, bitim qiymati taxminan 50 million yevro atrofida bo'lishi mumkin. Gittens kelajagi porloq, tezkor va texnik jihatdan kuchli futbolchilardan biri sifatida baholanmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, u Chelseaning qanotdagi hujum kuchini yanada mustahkamlashi mumkin. Germaniyaning eng kuchli va nomdor klublaridan biri Bavariya yozgi transfer oynasida jamoaning qanot chizig'ini yangilash ustida ish olib bormoqda. Klub rahbariyati hozirda Angliyaning Crystal Palace jamoasida to'p surayotgan winger Eberechi Ezeni kuzatib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Bavariya Ezeni Leroy Sané va Kingsley Coman kabi yulduz futbolchilarning o'rnini bosuvchi sifatida jamoaga olib kelishni rejalashtirgan. Eze o'zining texnikasi, driblingi va ijodkorligi bilan tanilgan bo'lib, Bundesligada yangi yulduzga aylanishi mumkin. Bu transfer amalga oshsa, Bavariyaning qanotdagi hujumi yangi nafas oladi. Germaniyaning so'nggi mavsumlarda kuchli o'yinlari bilan ajralib turgan Bayer klubi transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Klub Angliyaning Brentford jamoasida to'p surgan tajribali darvozabon Mark Flekkeni o'z safiga qo'shib oldi. Bu transfer orqali Bayer posbonlari chizig'ini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. Bundan tashqari, klubning asosiy yulduzlaridan biri yosh va iqtidorli yarim himoyachi Florian Wirtzning kelajagi borasida ham muhim jarayonlar ketmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Bayer ayni paytda Angliyaning Liverpool klubi bilan Wirtzni sotish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Bu futbolchiga bir necha top klublar qiziqish bildirgan bo'lsa-da, aynan Liverpool uni o'z safida ko'rishni istayotgan jamoalardan biri hisoblanadi. Agar bu bitim amalga oshsa, Wirtz Premyer Ligada yangi bosqichni boshlab, Liverpoolning ijodkorlik salohiyatini oshirishi mumkin. Yevropa futbol olamida yana bir muhim va e'tiborga molik transfer amalga oshdi. Ispaniyaning nomdor klubi Real Madrid Angliyaning Liverpool jamoasi safida to'p surayotgan himoyachi Trent Alexander-Arnoldni xarid qildi. Bitim qiymati 8,4 million yevroni tashkil etdi. E'tiborlisi shundaki, Trent Liverpool bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning 30-iyunida yakunlanishi kerak edi. Agar Real Madrid shoshilmasdan biroz kutganida, uni shunchaki erkin agent sifatida mutlaqo bepul tarzda qo'lga kiritishi mumkin edi. Ammo Real Madrid bu transferni erta amalga oshirishga qaror qildi. Buning asosiy sababi klub 2025-yilning 15-iyunidan 13-iyuliga qadar AQShda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi kengaytirilgan jahon chempionatida Trentni o'z safida ko'rishni istaydi. Turnir FIFA tomonidan ilk bor 32 jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda va bu musobaqada Real Madrid ham ishtirok etadi. Shu sababli madridliklar uni erkin agent sifatida iyulda emas, turnir boshlanishidan oldin sotib olishni ma'qul ko'rishdi. Strategik qaror Realga nafaqat kuchli himoyachi olib keldi, balki jamoaning xalqaro arenadagi pozitsiyasini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Ispaniyaning La Liga vakili Real Betis klubi yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirish maqsadida faol harakat qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, klub hozirda Germaniyaning nomdor jamoasi Bavariyada to'p surayotgan iqtidorli winger Brian Zaragozani ijaraga olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Zaragoza 2024-yilda qishida Bavariya safida qo'shilgan bo'lsa-da, hali to'liq asosiy tarkibda mustahkam o'rinni egallay olgani yo'q. Aynan shu sababli futbolchining ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun uni vaqtincha boshqa klublarga ijaraga berish varianti ko'rib chiqilmoqda. Real Betis esa uni o'z safida ko'rishga jiddiy qiziqish bildirgan jamoalardan biri bo'lib turibdi. Agar bu ijaraviy bitim amalga oshsa, Zaragoza uchun bu o'zini ko'rsatish, La Ligada sobiq tajribasini davom ettirish va asosiy tarkib futbolchisiga aylanish imkonini beradi. Futbol olamida yana bir katta transfer shov-shuvi yuzaga keldi. Saudiya Arabistonining boy va ambitsiyali klublaridan biri Al Hilol hozirda Angliya gigantlardan biri bo'lgan Manchester United sardori
jamoaning yuragi hisoblangan Bruno Fernandeshni xarid qilish niyatida. Manbalarga ko'ra, Al Hilol klubi portugaliyalik yulduzni sotib olish uchun har qanday narxni to'lashga tayyor, deya qat'iy pozitsiyani bildirgan. Hozirda ikki klub o'rtasida muzokaralar davom etmoqda va bu transfer yozgi oyning eng katta sensatsiyalaridan biriga aylanishi mumkin. Hamyurtimiz to'p surayotgan Angliyaning yana bir jamoasi Manchester City yozgi transfer oynasida tarkibni yangi iste'dodlar bilan kuchaytirishga jiddiy kirishgan. Klub hozirda bir vaqtning o'zida ikki fransuz futbolchisining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Gap Lyon klubi safida to'p surayotgan hujumkor futbolchi Ryan Cherki hamda Parijning PSG jamoasida yarim himoyachisi Deserdu haqida bormoqda. Manbalarga ko'ra, Manchester City har ikki futbolchini sotib olish bo'yicha muzokaralarni boshlab yuborgan. Klub ularni kelajak uchun sarmoya sifatida ko'rmoqda. Yosh, iqtidorli va texnik jihatdan yaxshi rivojlangan bu ikki futbolchi Pep Guardiolaning jamoasida katta o'sish bosqichini bosib o'tishi mumkin. Angliya Premyer Ligasining yetakchi klublaridan biri Arsenal yozgi transfer oynasida faoliyatini davom ettirmoqda. Klub jamoaning yarim himoyasini kuchaytirish maqsadida Portugaliyaning Sporting klubida to'p surayotgan iste'dodli yarim himoyachi Pedro Gonsalvesni e'tiborga oldi. Manbalarga ko'ra, Arsenal Gonsalvesni aynan Bruno Fernandesh o'rniga ko'rib chiqmoqda. Sababi Fernandesh hozirda boshqa klublar bilan bog'lanayotganligi. Shuningdek, Arsenal jamoasi o'yin uslubini yanada moslashtirish uchun yangi ijodkor va texnik yarim himoyachiga muhtoj. Pedro Sporting safida o'zining texnik mahorati, uzatmalari va hujumkor o'yindagi samaradorligi bilan mashhur. Agar bu transfer amalga oshsa, Arsenal o'z yarim himoyasini yangi havoni his qilib, Premyer Ligada kurashlarda yanada kuchliroq ko'rinish berishi mumkin. Bu ham klubning yuqori maqsadlariga erishishda muhim qadam bo'ladi. Eslatib o'tamiz, yozgi transferlar oynasining birinchi bosqichi 2025-yil 1-iyundan 10-iyungacha ochiq bo'ladi. Bu klublar jahon chempionati oldidan jamoalarga yangi o'yinchilarni qo'shish imkonini beruvchi bosqichdir. Keyingi bosqich 16-iyundan 1-sentabrgacha davom etadi. Bugungi videomiz shu yangiliklardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.